Salam ekran aldagi qadrli ko'rmanlar. Tarım Navasi programmasi orqali yana sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Didar G'animat. Men program riyosatchisi Mayra Qurban. Ko'rayotganinglar Şinjan Könek Pen Texnik Çekiş şirketi, Körgün Media işxonasi tarqatgan Şinjan Saray Yemek İçmek Mülazimet Çeklik şirketi tajdarlıqidagi Tarım Navasi programmasi. Programmamızın bu alayisani teklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Zubayir Farhat Burhan. Zubayir programmamizga xush kelibsiz. Rahmat. Söhbətimizni başlashdan avval shu ekran oldidagi do'stlarimizga qisqacha bir salmoningizni yo'llab o'tamiz. Salam ekran oldidagi ko'rarmanlar, tomoshabinlar. Hammanglarga men Zubayir Farhat Burhandan o'tliq salam, oliy ehtirom. Bo'ldi. Zubayrim shu programmamizni başlashdan avval hammalar o'rtaq qiziqadigan bir tema bor. Bo'lib shu qatnashgan Mayrinki bu san'at sohasiga qanday qadam bosganligi, sizningki shu san'at hayotingizni qisqacha bir tushuntirib o'tamiz. Men tug'ilsam shu uydagilar shu kasbni qildi ekan. Men esimni sal bilgidek bo'lganda dadam meni endi o'ltag'izib qo'yib, diyasin chaldigan tuxumaydi. Diyasin chalib keyin skripkalarni chaldigan tuxum dadamning o'qigan kasbi skripka bo'lgan ekan. Shu bu vaqtni o'tishiga ergishib, hamda bir esimizda bilgidek holat bo'lganda işte muzikaning arası turavergandan keyin shunda bir muzika eng shakllandi ekan odamda. Undan keyin sal cho'ng bo'ldim, yoshlar bir 7-8 yosh, undan sal kichik vaqtlarim bor edi. Shuning bilan tag'amlar, achamlar o'yin qo'yg'ili bak bordi u bu yerlarga dadamlar. Shuna ularga ergishib bordim, berib sanlarga chiqib o'yinlarni qo'ysa, ay ballar degan naqshlarni essa haqli qator turib gullarni sovuq qildi. Pastda o'tirib ko'rib shunda bir havasda menda. Yo, bu shunda adam bo'lsam keyin deb. Shunda bir ishlar bo'ldi, vaqtni o'tishiga ergishib, dadam menda talant borligini bayqab, men tarbiyaladi. Nota nazariyasi o'rgatdi. Shuning men tunji boshlagan narsam jansini chalishdan boshlagan. O'chaqda qattiq moda bir naqsh bor, ana til tumar deydigan. Ha, to'g'ri. Shu naqshlarni chalishni o'rgangandim. Tunji beklatdi-ku. Tunji shu naqshni chalishni o'rgandim, o'rganib keyin naqshda azroq dadam tarbiyaladi. Andikin naqshda azroq tarbiyalab baqib ovozi tushdi ekan buning deb shundan besib tarbiyalashga boshladi. 2008-yili shu mamlakatlik bir musobaqa bo'lib qoldi. Shikirdan qatnashgan odam tanliqli ketdi-ku. Shu musobaqaga bir qatnashdim. Qatnashib birinchilikni qoldim. Talakab. Shundan olib onun birinchilikni oldim. Olgandiki shu chaqda 2008-yilga deyman. Aqsu viloyatlik munavvar artist deb bir mukofot berdi. Tunji olgan narsamda mening. Bir xil xo'shal. Men bunidagi mushni qildi ekanman deb. O'zliksiz shuning bilan texnik tirishchilik bir ilhom bo'ldi-da, to'g'ri. Shundan davomli yana o'rganishni tashlab qo'ymadim. Dadam davomli tarbiyaladi hamda uydagilar qattiq qo'l bo'lib tarbiyaladi. Boshlaylik unda qattiq qo'l bo'lganda adam zerikdi ekan. Hojam, shundaymi qilamdigan deb. Keyin o'zimizga foydasi bor ekan buni. 2011-yil Changlaoshi deb ayoldigan. Shu bir vaqt o'tasam telefon qildi. Shu Shanganga musobaqa chiqadigan bir ish va mamlakatlik butun Jongodagi o'smirlar qatnashdi, berib keldi. Shundan boshlab ko'z qo'ydi bunda qanday bo'lar deb baraya deb o'ydikilar mo'y bag'in. Bunda fursat kelmaydi keyin dedi. Berib o'smirlar naqshi musobaqasiga qatnashdim. O yerda ta'limga qilib birinchi darajalik mukofot oldim. Shundan olaylik mukofotlarni jiqlig'idan bir quchoq chiqdi. Bo'lmaysiz-da. Shuna ko'mbatdi o yer mukofotlarga. Anandan keyin uzun o'tmay Shangang Dictionary'dan bir faoliyatga oldi 3-chi bo'lganlarni chaqiribdi. U yerga berib, u yerda mukofot oldim, qaytib keldim. Tunji erishgan natijalar bo'ldi ekan bu kichik bolaligida odamdan. Boshqacha bo'ldi-da, o his tuyg'ushni qo'y. Ajoyib bir xil ushqandek his qilgan odam. To'g'ri. Shunda xo'shalik, boshqa bolalardan farqli his qilgan o'zini. To'g'ri. Ondan keyin qaytib keldim Urumchiga. Qaytib kelsam Mehriyul acham. Voy, deb o'cha telefonlar yo'q emasmi? Palani bir yerda mundaq qilibdi, deb xabarlar chiqadigan vaqt emas u. Tutdi, buni biz e'lon qildimiz qo'ymaydi ekan deb. Shman nashriyatdagilar bilan ko'rishdi. Ko'rishib nashriyatdagilar voy, bu balni e'lon qilmasak bo'lmaydi ekan deb shu chaqda bir Tarım G'unchilari deb bir jurnalga bosdim meni 2011-yili. Ondan keyin texnik mushni qildiganga san'at kasbini kirishib ketdim. Lekin ishlar o'ylagandek bo'lavermaydi ekan. To'liqsizga o'qishga chiqdik. Topshiriq besimidan 5imizni ko'taramidik. To'g'ri. O'rganish ishlam qachonli bo'lsa. Chunki bir san'atkorning madaniyat saposi bo'lmasa, haqiqiy san'atkor
to'liq sizni bitirdim. Anandan keyin to'liq o'tirib imtihon beradigan chog'da, to'liq o'tirib o'qiydigan vaqtda dadam qanaqa qilsan deganda, "Sana shu yangi imtihon berib o'qib boqaymikin. Men bir umr bu nonda o'qib, to'liq o'tirib bitirib, keyin chiqib nima ish qilaman? Ishxonada o'tirib ishlasam bo'ldi ekan." O'zim qiziqqan ishni qilib boqaychi hayotda bir qatam yashagan ekan odam. Desam bo'ldi deb imtihon berib opadi. O'mo o'ngishli bo'lib 2016-yili Şinjan Sanayiyan Zhongzhuan'daki muqam o'rinlash kasbiga o'tdim. O yerda 3 yil qattiq tirishib jafolarda o'qidik. Nurg'un o'qituvchilarimiz bo'ldi. Kasb o'qituvchilari, mayli banjo'rim bo'lamdi. Hammasi voy deb har jihatdan qo'llab bizni. Ondan keyin 2019 bir imtihonni berdim. Berib ishkirga imtihon berib o'tib ketib qoldim. Shuning bilan davomli andikin naqsh kasbida o'qimay, kompozitorlik kasbida o'qidim. Chunki imtihonni bak ko'ngildagidek ish bo'lganda, 45 minut imtihon bersam, men kirib 20 minut imtihon berib ketgan. 5-6 xil so'zni chep berdim imtihonga kirib. O'zingizni talantni to'xnamagan qilib ketgansizlar. Shuning bilan bular turib ketib, "Ey, seni olmasak bo'lmag'idek" deb. Shuning bilan hozirmi shu o'qiyapman, bu yilda shu 3-yilga o'qishim. Bir umr hamda mush ishni qildiganga kirishib ketdim degan gap. Zubayr, siz hozir shu oliy maktabdagi kompozitor kasbida o'qiyapsiz, shunaqa. Mening bilishimcha, ko'pincha do'stlarimizningki shu kompozitor degan so'z bo'lgan uqimi pek tuvan. Jiqlarimiz balkim bu qandoq kasbdi, nima o'rganadigan kasbdi deb bilmaslik mumkin. Naqshi desa, naqshi aytadi, usul kasbida usul o'ynaydi deb buni bir qadar tushundim, lekin men kompozitor degan kasbga nisbatan jiqlarimizning tushunchasi pek tuvan bo'lishi mumkin. Undaq bo'lsa, shu o'zingizning o'qiyotgan kasbi, shu kompozitor degan kasbni bizga bir tushuntirib o'tamsiz? Bu kompozitor degan hisobda bir go'yo shu deb qo'ydi hanuzcha. Yuqori saviyadagi san'at bilan shug'ullanuvchilar ekan. Masalan, haqiqiy kompozitor deb atalsa, yonidagi odamlar desak bo'ldi ekanda. Masalan, butun bir muzikani bir kitob desak, naqshi degan kichik bir hikoyasi bo'ldi ekan. Hozirgi biz aytayotgan naqshlarning kichik bir bo'ligi bo'ldi. Kompozitorlarning asosiyatini qilgan ishi nima desa, birash ko'z kishilik orkestr muzika javshan yo'lavaylik naq maydon chaldigan. Shularga bir not yozib ijodiyat qiluvchi bo'lib hisoblanadi. Haqiqiy mohiyati shu buniki. Hamda hozir jamiyatimizda nurg'un kompozitorlar chiqyapti-da. Hani bilimiz. Shularning chiqarayotgan asarlarini ko'ryapmiz. Uni desak, sizmi tayinliqku deydi, to'g'ri? Lekin buni o'qib kaniga yetkil bo'lmaydi ekan bu narsani. To'g'ri. Ham o'zimizga tushunib qiladi ekanmiz. Shunga mush tushuncha, kompozitor degan tushunchani xato tushunib qolmasligini umid qilaman. Bir ishki naqshi ishlab, men aytdim deb chiqqan odam kompozitor bo'lmaydi. Kompozitor degan ma'lum belgilik not asosi bor. Andikin madaniyat jihatdan asosi bor odam bo'lishi kerak. Masalan, bu not degan dunyoviy yoziq bo'ldi-da, bu matematikaga o'xshaydi. Buni Ravrus tushundigan odamlar bor. Ayni-mayniga yo'tkab, uningdan nurg'a asarlarni chiqardigan odamlar. Yana shu Dombaqdan 4 nurib naqshdan birini aytiblar, men kompozitor deb chiqadiganlarmi bor? To'g'ri. Bu kompozitor bu degani asli jamiyat belgilamaslik kerak. Onun o'qigan sho'vaysi deb qo'yamiz. Shu anandakin haqiqiy bilimlik odamlarning ko'z qarashi belgilash kerak deb o'ylayman. Chuqur uning bir belgilik bilim ketish kerak ekanda, shunaqa. Bo'ldi biz mushaqda men ham ekran oldidagi do'stlarimiz belgilik tushuncha ega bo'ldi deb o'ylayman. Endi Zubayr bayam sizni tunishtirib o'tgan vaqtda Zubayr Farhod Bo'ron deyishimdilar, ko'pincha do'stlarimizning qalisiga shu Zahir Bo'ron akamiz keldi deb o'ylayman. Mush ismidillam bu bir alayda ism bu, mush ismidillam bir alayda deb o'ylayman. Haqiqatan Zubayr Farhod Bo'ronmi shu Zahir Bo'ron oilasidan chiqqan, ya'ni bir shu naqsh kasbidagi izbosar. Undaq bo'lsa Zubayr bugun programmamizni sizni qo'rqganmidingiz deb o'ylayman. Rahmat. Undaq bo'lsa do'stlarimiz bilan birga shu Zubayrniki bizning programmamizga olib kelgan sovg'isdan tang huzurlanaylik.
Terikçilik turmuş gemida yaşavat sen Canımda da aman isen turgan sen mu Terikçilik turmuş gemida yaşavat sen Sensiz bekla yalğız kaldım bilersen mu Gece gündüz yüreğimde yaşavat sen Sensiz bekla yalğız kaldım bilersen mu Gece gündüz yüreğimde yaşavat sen saqlıq tileymen dada Bu hayatta senden başka gülen hüküm yok Abroyum sen, kıymetim sen, büyük sen dada Sensizlikte bu hayatın kılcı mənisi yok Sensizlikte bu hayatın kılcı mənisi yok Zübeyir tolumi güzel adamdan yürükiga tekkidek naytı bir yaxşı naqshni yeb kepsiz tolimi hozirlandik. Rahmat sizga. Zübeyir hozir siz o'qiytibsiz shundoq. Uzoq qolmay o'qish bitirsiz. Bundan keyin shu mayli san'at jihatdan bo'lsin, mayli o'zingizningki kasb jihatdan bo'lsin, qandaq bir planlaringiz, o'ylaganlaringiz, arzu armonlaringiz bor, bu yoqda bir parangiz baqamdiq. Ma'qul. Arzu armon desa, menda bak cho'ng bir arzu armon bor deb burundan tatib. Bundan keyin shundoq bir arzu armon bor. Arzuga yetmek pek ters oldu ekan. Çünkü hayat yolida nurg'un agri toqayliqqa, nurg'un tam usbaq ekanmiz. Mening bundan keyin bir plan ya arzu desam, hozirgi jamiyat. Bulamdan balkim kelgusdagi jamiyat bulamdi. Biz texe yosh bo'libman. To'g'ri. Mening yoshim belgilik bir yerga berib bo'g'icha, o'sha men bilan tang yoki mendan cho'nglar bo'lsin, o'sha hozirgi Cemiyetinin san'at sohasiga, hozirgi zamonning to'kib qo'shayotganlarning orasiga men kirib, shularga o'xshash bir hassamni qo'shsam deb o'ylayman bir to'kpamni san'at sohasiga. Chunki bu san'at degan bir odamni o'yga sola oladigan, tafakkurga boshlay oladigan, ko'ngli yarim bo'lganda anglab zo'q ola oladigan haqiqiy san'at bo'ldi. Mayli kino bo'lsin, mayli bir kitob bo'lsin, resim bo'lsin, hamma san'atning doirasiga kirdi. Naqshi muzikami shundoq. Shunga keyingi arzuyim nima desa, tomoshabinlar zo'q og'dak. Zubayir deb ismim chiqib qo'ydi. Ey mushbala, ajoyib yaxshi asarlarni ishlaydi, juma chiqirdi. Shundoq yaxshi ko'ramiz. Bizga shundoq san'atkorlar kerak. Tegidek bir odam bo'lsam deb o'ylayman.
Zübeyir to'liq yaxshi so'zlab berdingiz. Bizmi ham sizningki shu arzu armonlaringizningki balduroq ro'yobga chiqishini, bundan keyingi ishlaringizningki texmi utuqliq, g'albilik bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat. Zübeyir, bizning shu Tarım Navosi programmamizga qanday bir teknik fikrlaringiz, qanday yurak so'zlaringiz bor, ham shu bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu programni o'rlashtirib, bak yaxshi qilibsizlar. Men shunday his qildim endi. Nimishqa deganda endi Aqsuda bunda programma yo'q deyarlik. To'g'ri. Lekin Aqsuda ixtisos egisi intayin jiq bo'lishi mumkin. Bas. Nurg'un talantlilar bor, nurg'un bilimlik odamlarimiz bor. San'at sohasida bo'lsin, mayli qaysi sohada bo'lsin. Sizlar bu programmani qilib, ularga bir fursat yaratib bergan bo'ldinglar. Men shunday o'yladim. Men tövellarga tushib nurg'un naqshlarni anglab baqdim. Nurg'un yezlarni, so'rinlarni ko'rib baqdim. Mayli Qashqar, Xotay, Yakan taraflar bo'lamdi. Mayli Aqsu bo'lamdi. Nurg'un naqshchilar bor ekan tövanda. Nurg'un talantlilar bor ekan. Ko'milib qolgan oltinlar chiqqan. Ularning ovozini anglab, his qilib qoldik siz. Mushlar o'qish qanchalik bo'lib ketadi deb. Mushlar bir san'atdan bilim olgan bo'lsa qanchalik bo'lib ketadi deb o'ylab qoldik siz. Tonilganlar tonilib bo'ldi, nurg'unlar chiqdi. Yana chiqsa, yana shu sahna. Lekin nurg'un ko'milib qolgan odamlar bor. Ularga pingtay kerak, mushtaq sahna kerak. Sahna kerak-a, to'g'ri. Sizlar yaratib bergan fursat deb bildim, o'zim qatnashdim. Intayin yaxshi ekan. Hem muş programını qo'llab bersa, aş kömülüp qolgan aş talantlı göherlerimiz bir chaqnaydigan fursat bo'lsa deb umid qilaman. Rahmat sizga aytdim. Yaxshi paranglashdik. Bizning Tarım Navosi programmamiz mana sizga o'xshash qo'lg'ishlarning yordamiga to'liq bek muhtoj. Sizlar bo'g'ashqa bizning Tarım Navosi programmamiz hozirgacha shunday yaxshi elib berilyapti. Bundan keyin sizlarningki shunday qimmatli taklif fikrlarni, berishinglarni, yoqtirib ko'rishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli do'stlar, vaqt e'tibori bilan Xinjiang Ko'nak Pan-Texnik chek shirkati ko'rgan media ishxonasi tarqatgan Xinjiang Saray yemak-ichmak mulozimat chek shirkati tajdorligidagi Tarım Navosi programmamizni bu yerda oxirlashtirish oldida turibdimiz. Ekran oldidagi aziz do'stlarimizning Tarım Navosi programmamizni yoqtirib ko'rishni va shundaqla qimmatli taklif fikrlarni berishni chin dilimizdan umid qilamiz. Va yana shundaqla programmamiz bilan hamkorlashmoqchi bo'lgan do'stlarimizni chin dilimizdan qizg'in qarshi olamiz. Kelarki sonki Tarım Navosi programmamiz texmo rangdor, texmo sarxil. Men sizlarni Tarım Navosi programmamizda saqlayman. Kelarki son programmada ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.